qadrdon, bitta sizga hozir Cobalt bitta zo'rni, yaxshisini ko'rsataman. Narxni sirasi aytib o'tayman, sizlarni ko'p kuttirmay, bitta like bosib qo'yish joyiga. $5750 ga 2014-yil salkam kraskasi toza bo'lgan Cobalt ko'rsataman. Obzorni bitta boshlayman, jigarda like bosib qo'yasiz, boshida. Ataylab narxini boshida aytib o'tib videolarni qilishni boshladim jigarlar sizlar uchun. Xo'p, mashinaning kraskasi salkam toza. Bitta mana shu qanotida kraskasi bor xolos, qolgan joylarni tekshirib olasizlar, toza qolgan joylari. Bitta ikkita haligi miyatina bo'lgan, reftovka bo'lgan joylari bor. Ammo mashina mana shu but-butun. Egalar aytishyaptiki, generalni davrlargacha berishadi. Kanalga bitta obunani bosib qo'ying jigar. Mana shunday mashinani o'tkazib olmaysiz. Keyin sotilib ketgandan keyin kommentariyaga yozish yo'q. Xo'p, to'rtta yaxshi baloni bor mashinaning, yumshoq. Zo'r balonlar turibdi. Holati juda ham prostoy emas. Salonlari knopkada ko'tariladi. Birinchi pozitsiya mexanik korobkada. Magnitofonlari bor. Bunaqangi test magnitofonlar bilan zavat qilib ko'rsating. Buni bo'lmasa. Vah. Hozir tiniq turibdi, ishlab turibdi. Xudo xolasa. Ko'rasizlar. Muzikani YouTube'da eshittirmash kerak, endi maylicha chiqib qo'ygan bo'lsa, nechoni estirashni o'rganamiz. Bular hamma joyi tiniq turibdi, yaxshi qolib turibdi Cobalt. Sizlarga hozir bagajlarni ochamiz, kapotlarni ochamiz. To'liqroq obzor, to'liqroq tushuncha beraman degan umiddaman, shtobi. Sizlarga to'liqroq bo'lsa, sizlarga tushunarliroq bo'lsa mashinaning holati. Bitta o'sha yerdan o'zidan kraskasi, qolgan joylari top-toza ekan, xudo xolasa, kelib, ko'rib ma'lum qilgan bo'lsa, $5750 ga olishlaring mumkin. General davlatlargacha berishar ekan. Mosh turgan adreslari Qo'qonda turibdi. Umuman muammosi yo'q ekan, motor hadovoy qismlari zo'r turibdi. Istarasi, zazorlari, choklari o'zi mashina o'zi gapiryapti-yu. Hech narsa kerak emas. Mashinani aytishyaptiki, dokumentgacha propan deyishyapti, propanda yurar ekan mashina. Bitta bagajlarga ochaylik. Propanda yurgandan keyin knopkami? Bitta ochib yuboring. Egalar aytishyapti, general davrni silashib beramiz deyishyapti. Endi nimasi? Svetim yonmadi menga. Mayli, svet yo'q bo'lsa qo'yavering, lekin ko'rinib turibdi, chiroyli turibdi, shumka-punkalar ustiga qo'yib qilingan ekan propanlari. Kechasi bo'lishiga qaramasdan so'mka qilyapman, shuni ataylab, sizlar ko'ringlar, mana shunaqangi mashina o'tkazavermanglar degan maqsadda so'mkalarni boshlaganman jigarlar. Bitta qapchani bosib, like bosib qo'yasizlar. Xo'p, narxini aytdim, oxiri $5750 ga beriladi. Gen davrlar beriladi. Xo'p, yana nimasi qolyapti buni hozir? Xo'p, yana nimasi qoldi buni aytdim. Kraskalarni aytdim, balon holati zo'r ekan, motor holati zo'r ekan, hali holati zo'r ekan. Gen davrlar berilar ekan. Jigarlar qolgan nimalarni, ma'lumotlarni egalaridan so'rab olsalaring bo'ladi. Yana dalish egalari raqamlarini pastda silka qoldiraman. Silka orqali shuni o'tsalaring Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Egalar nomerlarini bemalol olib, telefon qilib mashinani baraka qilsalaring bo'ladi. Jigarlar bosinglar bosib